Hammaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, trekerchilar. Xo'p, mana bu 512 kilometr yurganman. 512 kilometrga 607 litr rasxod. Keyingisi 50.429 kilometr yurganman. 804 rasxod. Mashina olganimdan buyon mana shuni nol qilmaganman. 50.000 kilometrda o'rtacha rasxodi baland past haydaganim 804 litr rasxodi mashinani. Dalni yoki shahar ichi rasxod hammasi aralash 804 litr ko'rsatyapti. Keyingisini o'tkazamiz. Skors rasxod to'pliva. Hozirgi danni momentdagini ko'rsatyapti bu. Limitni 60 qo'yganman. Hozir tezligimiz 60 dan o'tmayapti. Mana yo'limizniki mana shu tekis yo'l. Hozir masalan 430 km, 50.430. Bir 2 kilometr yuramiz, ko'rasizlar, rasxod mana shu 4 litrdan oshmaydi. Limitni 60 ga qo'yganman. 60 dan o'tmaydi tezlik. Bir tekis 60 ketganda rasxodimiz 4 litr, 4.6, maksimum 5 gacha chiqadi. Mana shu oralikda bo'ladi. Keyingisi 60 dan keyin 70 ga qo'yib ko'ramiz. 70 da qanaqa rasxod bo'ladi, hozir ko'ramiz. Xo'p. Mana 5 ga chiqdi, 5.1. Yana 4 ga tushdi. O'rtacha rasxodi 60 tezlikda 4, 5 shu bo'ladi. Maksimum 5 ga chiqadi. Mana shunday. Hop, keyingisi endi tezlikda 70 ga qo'yamiz. Limitni 70 ga oshiryapman. Mana bu, mana 70 bo'ldi. Tezlik hozir 70 ga chiqadi. Hop, 70 ga chiqib olguncha 9 litr, 908 hozir tezligimiz bo'ldi, 70 ga chiqdi. 70 da 5 litr, 5.3, 5.6, 4.9. Bunda ham mana 70 da 4.9, 5.3, 5.5. 6 gacha chiqadi menimcha. Boya 4 edi, bunda esa 70 da уже 5 gacha, 5.5 ga chiqyapti rasxod. Buni hisoblashi motorga qancha qattiq nagruzka tushsa, shunga qarab rasxodni o'rtacha hisoblab ketadi. 4.6, 70 da. Endi mana 5 4.7. Limitni 70 ga qo'yib ko'ramiz. 70 da ketyapti, 80 ga qo'yib ko'ramiz. 75, 76, 77, 78, 79, 81, 80 mana. Xo'p. 80. Hali 80 ga tezlik chiqqani yo'q. 609, 602, 603, 5. Ko'ryapsizlar, o'sha ko'tarilyapti rasxodi. Hozir sekinlashamiz. Yo'limizda prez bor. Endi tezlashda rasxodni ko'ramiz, qaranglar do'stlar. Mashina tezlasha olguncha o'zini xodini chiqarguncha bar rasxod ko'p chiqib ko'rsatadi. 80 ga chiqqandan keyin to'xtaydi, limit to'xtaydi. O'shanda hisoblaydi rasxodni o'rtacha. 70 hozir 70. Mana 80 ga chiqdi tezlik. 80 da rasxodimiz bir xil 80 ketyapti hozir. 5.4, 6.3, 6.2, 5.7. Sakson tezlikda optimal ketadigan bo'lsak 5 dan 6 gacha. Mana 5, 6.3. Mashina propanda hech qanday chek yoki boshqa narsa yo'q. Balon damlari 1.9 ga 2 qilib qo'yganman. Bu 80 tezlikdagi rasxodimiz.
endi 7 ga chiqqani yo'q rasxodimiz ko'rayotgan bo'lsangiz, faqat 6, 508, 605 shungacha chiqyapti. 605 ga ham chiqmadi dash. 503. Endi 90 ga qo'yamiz tezlikda. Rasxod 90. Tezligimiz 90 ga chiqdi. Hozir 90 ketyapmiz. Rasxodimiz mana endi to'g'ri hisoblab boshladi. Boya 5 dan 6 gacha bo'layotgan bo'lsa, endi 6 dan 7 gacha bo'lyapti rasxod. 6 dan 7 gacha. 90 tezlikda ketadigan bo'lsak, 6 dan 7 gacha rasxod bo'ladi. Bir tekis 90 ketyapmiz. Yo'limizning ko'rinishi mana shunday. Rasxod ko'rsatish shunday. Hammaga rahmat. Mana shu videodan tegishli rasxod qilib, mana shularni ko'rib ketsa bo'ladi.